Assalomu alaykum, hurmatli Mustang jamoasi, kuzatib turgan obunachilarimiz. Bugun 14-oktyabr 2025-yil navbatdagi super dravlikamiz. 2 shoxlik, soatiga 500-600 kg dom maydalaydigan mis motorli 220 da ishlaydigan dravlikamiz tayyor bo'ldi. Dravlikamiz xudo xolasa Toshkent shahriga dravlikamizni muddatli to'lovga qilib berdik. Uzum nasiya orqali oyiga 600 mingdan tushirgan bo'ldi. Naqd pulga 5 million so'm O'zbekiston bo'yicha bular shahar markazlariga dastavkasi tekin. Nasiya savdoga bo'ladigan bo'lsa, oyiga 600 mingdan 12 oyga qilib berdik. Hozir bunda bug'doyni maydalab ko'rsatib beramiz. Ichida 15-20 kilo atrofida bug'doy bor. Bug'doyni maydalab ko'rsatib beramiz. Qani boshladik. E'tibor berayotgan bo'lsalaring, ikkita tarafdan maydalayapti, changi pashti yo'q. O'zini davlenasidan chang chiqaryapti. Atrof muhitni zaharlayotgani yo'q. Tugadi. Endi buni ko'rsatib beramiz. Ozgina chayda ozgina qoldi. Xo'p, turli setkada qo'lingiz bilan ko'rsatib chang bo'ladi. Turli setkadagi holati. Agar bundan ham mayda holatda maydalash niyat bo'lsa, ikkili setkamiz bor. Bu hali mollarni ichidan o'tib ketmasligi uchun bug'doyda o'sha kepak holatda qilib beradi. Bu tarafda sal yormaroq turadi, bu tarafda uni ko'proq holatda tushadi. Hop, soatiga bemalol 500-600 kg domni maydalab beradi. Buni tartibi qanday bo'ladi? Oyma-oy misol uchun qanday hisoblayapsiz deydigan bo'lsangiz, hop, bizda uzum nasiya bor. Uzum nasiyaga kiramiz. Mana shu uzum nasiya prolejeniyasini sketchat qilib olasiz, onlayn qarz olasiz. Onlayn qarz olib bizga misol uchun bizni korxonamizga pulni o'tkazib berganingizdan keyin misol uchun sizga 6 oygami, 3 oygami, 12 oygami bemalol bo'lish sharti bilan shartnoma tuzamiz. Bemalol to'lab boraverasiz. Bu 5%. Misol uchun bunda foiz minmaydi. Bir marta dogovor bo'ladi. Mana misol uchun 12 oyga 600 mingdan dogovor bo'ldi. 600 mingni ko'paytiramiz 12 oyga. 7 million 200 ming so'm. 1 yilda 7 million 200 ming so'm qilib qaytarilyapti. To'g'ri, jinday qimmat bo'lishi mumkin, lekin buni bitta plus tarafi 1 so'msiz olasiz. 1 so'm to'lamasdan mahsulotni olasiz. Keyingi oyda shu birinchi sanasidan, misol uchun 15-da olsangiz, birinchi sanadan boshlab hisob ketadi. Mabodo 30 kun davomida to'lalmay qolsangiz, kuni o'tib ketadigan bo'lsa, penya tug'maydi. Iloji boricha mas'uliyat bilan olishlarini iltimos qilaman. Sababi biz nasiyaga chiqarganimiz bilan biz o'yindan chiqib ketamiz. Aga siz o'zingiz javobgar bo'lib qolasiz, biz ham javobgar bo'lmaymiz. Shuning uchun kimga granulyator, drabilkalar, misol uchun granulyatorlar yig'ilish jarayoni bo'lyapti. Bu yerda drabilkalar mana universalmi, supermi, aytsam universal drabilkalar, super drabilkalar tayyor bo'lyapti. Bu yerda granulyatorlar yig'ilyapti. Hozir yana ko'rsatamiz. Hop. Soatiga 200-300 kilolik granulyatorlarimiz bor mana. Soatiga 50-60 kilolik 220 da ishlaydigan granulyatorimiz. Soatiga 80 kilolik granulyatorlarimiz, universal drabilkalarimiz. Mana jarayonlar ketyapti. Hop, endi ikkita 3ta sexlarimiz bor, ularga kira olmaymiz. Sababi ular endi biznes sir deyiladi. Ozgina o'sha yashirib ish qilinadi debdi. Sababi o'sha shunaqa ko'rsatib bo'lmaydigan detallar bor, ular ustida ishlaymiz. Hop, kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, naqd pulgami, перечисленgan plastikami, nasiya savdo orqalimi nomerlarimiz o'sha. Mana shu nomerlarga aloqa qilib olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.